Sirdaryoda bir-biriga tanish bo'lganligi aytilayotgan 4 nafar yigitlar bevaqt hayotdan ko'z yumdi. Gap shundaki, ular o'tirgan mashina kanalga tushib ketadi. Joriy yilning 26-dekabr kuni soat taxminan 21:30 da 2001-yilda tug'ilgan haydovchi mashinasida futbol maydonidan 4 nafar tanish yigitlarni olib, ularni uylariga olib ketayotgan vaqtida rul boshqaruvni yo'qotadi. Natijada esa mashina kanalga odamlari bilan birga tushib ketadi. Haydovchi tirik qolib shifoxonaga olib borilgan. Yo'lovchi sifatida kelayotgan 4 nafar yigitlar esa mashinadan chiqib keta olmay suvda cho'kib vafot etgan. Yurak bag'rim ado qildi bu dard istam. Hech ishongim kelmas, hanuz qilar alam. Bolamat, eyvoh, eyvoh, endi diydor qoldi qiyomatga. Sen ko'lga, men ko'z yoshiga cho'kdim bolam. Ijtimoiy tarmoqda fuqarolarning yozishicha, mazkur dahshatli voqea yigitlar futboldan qaytayotgan vaqtida yuz bergan. Ular kanalga ag'darilib tushgan mashina ichidan tashqariga chiqa olmagan. Aniqlik kiritilishicha, marhumlar 19 va 20 yoshlar atrofida bo'lgan. Ular bir mahallada istiqomat qilishgan. Mazkur holat yuzasidan 27-dekabr kuni Sirdaryo viloyati Ichki ishlar bo'limi tergov boshqarmasi tomonidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlariga kirishilgan. Hurmatli fuqarolar, ayniqsa haydovchilar, kanal, daryo oldidan harakatlanayotgan vaqtingiz har doim ehtiyot bo'ling. Millar dasturi vafot etgan marhum yigitlarning oila a'zolariga, yaqinlariga chuqur hamdardlik bildiradi.